Bemorimiz Yakubova Rahima Qashqadaryodan kelganlar. Kelganlarida umumiy ahvollari og'ir edi. Kuchli bosh og'riq, lanjlik, behollik, qorinda damlik, uyqulari yo'q edi. Ishtahalari ham juda past bo'lgan. Siyishlari yaxshi emas edi. Hozirgi mana bu muolajadan keyin bosh og'riqlar ketdi, qorinda damliklar ketdi. Siyishlari ancha yaxshi. Umumiy ahvollari qoniqarli. Yaxshiman. Endi yana davolanishni davom ettirmoqchiman. Mistiralar, kichik nima o'rastabonilar muomalasi juda yaxshi ekan. Endi men 2013dan beri kasalman. Toshkentga ham yotib ketganman. Endi shuncha больницаga yotganman, o'zimiz Qashqadaryoga yotganman. Endi bu yerga ko'rdim, muomalalar boshqacha. Ovqatlari, mistiralarni ham bir gapi bilan davolaydi. Kirib assalom onajon, onaxonlar deb kirib gapi bilan vrachlar bir davolansa, orastaboni, mistiralar bir gapi bilan davolayapti.